bir yuzlari toza, bir ajini bo'lmagan farishtadek bolachalar, yuzlar u kun kelganda uni qo'rquvidan yuzlariga ajin tushib ketish haqida gap ketyapti. Naqadar katta iztirob, naqadar katta qo'rquv. Bunday kun borligini bilganimiz holda bizdagi bu xotirjamlik qayerdan? U kunga men tayyormanmi? Bugun bu dunyoni deb u yoqqa bu yoqqa chopayapman, ammo u kun uchun ham bir narsa bormi menda? Uni angladimmi? Uni qo'rquvini, u kunni kelishini, bir javobgarlik borligini, yosh bolalarning yuziga ajinlar tushib ketish haqida gap ketyapti. Bu qanday sodir bo'lishi mumkin? Mana bu dunyoda necha marta qo'rqdim, undan qo'rqdim, bundan qo'rqdim, och qolishdan qo'rqdim. Bilmadim, mingta narsadan qo'rqib yashayman, lekin ularni bittasi ham hatto sochimga oq tushirmadi. Lekin u kun qanday kunki, u qo'rquv qanday qo'rquvki, yosh bolaning yuziga ajin tushib ketsa, deb tafakkur qilib, singdirib, anglab o'qish haqida gap ketyapti. Shundagina aldanishdan qutulamiz. Kimga? Dunyoga. Nimaga? Xoy-havasga.